murojaatim hayvonlarga... Yo'qqa qarasangiz. To'g'ri turib ol. Ha, uzr. Men to'g'ri turdimmi? Ha, bo'ladi. Xullas, nima demoqchi edim? Sizlarga murojaatim hayvonlarga tajriba qilib ishlab chiqaradigan kosmetika, ko'zdagi suriladigan shampunlar, quyoshga qarshi kremlar, umuman barchasi vannangizda turgan hamma kremlar, kosmetikalar. Sizlar bo'lmaganingizda men ochig'i ishsiz qolgan bo'lardim. Qayerdadir o'rmonda. Oddiy quyondek. Hammasi zo'r. Sizning chiroyingiz uchun hayvonlar ozor chekishi yoki qurbon bo'lishini bilarmidingiz?